Maks o'zining qurolbardori Tadeus bilan suhbatlashib turib, o'zini haqiqiy basharasini ochmoqchi bo'ldi. U o'zini kimligini aytganida Tadeus bu gaplar yoqmaganini aytdi. Shunda Maks g'azabi kelib, uni o'ldirmoqchi bo'ldi, lekin Tadeus uni o'chirib qo'ydi. Tadeus Risserdan bir moslamani olib qo'ydi. So'raylar galasi Maksni qo'ymasdi. Shunda Lucy kelib, uni so'raylardan Maksni qutqardi va o'zi ham hushidan ketdi. Antiradin degan dori kerak edi. Shu dori evaziga Maksdan yordam so'radi. Maks bilan Maldeverni oldiga professor Vildizning boshini va mikrochipni olib borib, berib, keyin Maksning rahbariyatiga bormoqchi bo'lishdi. Yo'lda ikki sayyohni ko'rishdi. Ular ko'rinishda g'alati edi va ular qurollilari yo'qligi haqida bir-birlariga ishonch bildirib, ko'prikdan o'tmoqchi bo'lishdi. Shunda sayyohlardan bittasi Maksning qo'lidagi moslamani ko'rib, o'qizdi. Yengil jarohat oldi, lekin Maks chaqqonlik qilib, ikkala sayyohni ham yer tishlatdi. Lucy shaqarchani aylana turib, uni boshpanada yerga chiqqanimizda u yerni obod qilamiz degan so'zlar esga tushardi va bu bepoyonligini sezdi. Maks bilan o'sha yangi shahar Kaliforniyada atom tushgan joylarni ko'rdi. Maks bu yerda tug'ilgan edi va zatinchidan qutulib qolgan edi. Maksning jarohatini davolash uchun ular bir uyga kirishdi. U yerda gaz apparatga tushib qolib, Maks ham, Lucy ham hushdan ketdi va bunker ichidagilarga ularni yordam berib, ularga dori-darmon qilishdi. Va 4-bunkerga ular vaqtinchalik o'zlari kelib olishlari uchun kirishdi. 4-bunkerdagilar hayoti butunlay boshqa edi. Ularning rahbari mutatsiyaga uchragan Siklop edi. U bu yerdagi holatlarni aytib berardi. Bu yerda bundan tashqari boshqa mutatsiyaga uchragan odamlar ham bor edi. Lucy Maks bilan bular hammasi g'alatiligini, bunga bulardagilarga ishonmasligini aytib o'ziga o'zi qaror qildi. Maks esa Risserni tomosha qilardi, lekin uni boshqarish uchun Tadeus uni boshlang'ich moslamasini olib ketganini. Shuning uchun u moslamani boshqa yerdan qidirdi. Shuni harakatda bo'lib turganda u yerdagi bir nozanin ayol unga kelib, bu yerdagi hayot butunlay boshqaligini, unga o'zining moslamasini berishligini va unga yangi hayot kutib turganini aytdi. Maksni yangi xonaga taklif qilishdi. U xonada har xil shokoladlar, ichimlik yeydigan narsalar bor edi. Vanna qabul qildi. O'zini boshqa his qildi. 4-bunkerdagilar havo mashqini qila turib, Maldaverning suratiga sig'inishardi. Buni ko'rgan Lucy Maksga buni aytdi va bu yerda tushunilmaydigan ishlar bo'layotganini aytdi. Lekin Maks bu taomlarning oldida o'zini yo'qotdi. Bu yerda har xil mutatsiyaga uchragan ma'qullar, eksperimentlar odamlar ustida bo'lardi. Lucy ularning yashirin laboratoriyasiga kirib, panadan poyladi va uni darrov hibsga olishdi. Lucyni boshini oldiga olib ketishdi. Bu vaqtda Cowboy Cooperni hokim yordamchilari qo'lga oldi va uni hokim oldiga olib ketishdi. U yoshligida aktyor bo'lgani, do'stlarini esladi. Uni kinoga taklif qilishganda shu tashrif qog'ozini u esladi. Gollivudga. Uni hokim yordamchilari hokimning oldiga olib kelishdi. Hokim undan savol-javob qildi. Lekin Cooperga gaplar yoqmadi. Qonida o'ldirishga bo'lgan moyillik uni o'ldirishga undadi va barmog'ini biriktirib, sherifning yordamchilarini qatl qildi. So'ngra devorda ilingan qidirilmoqda degan rasmni oldi. U yerda Maldaverning surati bor edi. U Maldaver bilan atom jangidan urushidan oldingi suhbatlarini esladi. Katta tadqiqotlarda birga bo'lgan edi. Atom bombasini inkor qilishda rejasida ishlagan edi. Hokimni tirik qoldirgan Cooper bir xonadonga keldi va bu xonadondan o'ziga kerak bo'lgan ma'lumotlarni so'radi. Lekin u yerdagilar uni xush ko'rmadi. Bir yigitcha qurollanmoqchi bo'lganida Cooper uni otib qo'ydi. Lucyni 4-pashpanadagilar so'roq qilishardi. Undan 33-bunkerda mahluqni qanday yaratishganini so'radi. U buni bilmasligini, xabari yo'qligini aytdi. So'ngra uni sud qilish uchun
hakamni oldiga olib kelishdi va uni o'limga mahkum qilishdi. Lucyni yer ustiga surgun qilib, unga 2 haftalik taom berishligini aytishdi. Max darhol Lucyga yordamga oshiqib, Listerni kuchga kirzib, Lucyni olib chiqdi. Lucy esa bu moslamani ularga qaytarish kerakligini, bunkerdagilar biz qiynalishini aytdi. Max esa o'zining boshlig'ini o'lishi sabab bo'lganini aytdi. Tadeus og'ir yuklarni ko'tarib va professor Vilzekning boshini olib ketayotgandi. Professor Vilzekning sodiq iti For Tadeusni qo'ymasdi. U professorning boshini mahkamlab, muzlatgich ichiga solib qo'ydi va o'zi Rossiya oqtarib ketdi. Shunda yo'ldan o'zini tabib deb tanishtirgan bir kishiga uchradi. U Tadeusga murdalarni tiriltiradigan, gulga aylantirib qo'yadigan vaksinasiya yuborib qo'ydi. Oyog'i tez tuzaldi. Gul ittiforni ko'rib, bosh qayerdaligini aniqlamoqchi bo'lib, qanday aniqlashni o'sha bundan ancha avval eksperiment qilingan mikrofonlar bilan xotinini tekshirgan paytlarini esladi. Xotini atom bombalar ustida ishlar edi. U katta atom bombalarini yuborish haqida ko'p mas'alada qatnashar va buni qo'qqisdan qilish kerakligi haqida atrofidagilarni ko'ndirardi. Tadeus Rossiyaga topib, o'zini yaqinlari atradiga xabar berdi. Shu vaqtda Lucy bilan Max Tadeusni ko'rib qoldi. Tadeus qo'rqqanidan ularga o'q uzdi. Lekin foyda bermadi. Orqaga yurganda kamondan bo'yniga, jon tomiriga o'q yedi, lekin unga hech narsa bo'lmadi. U kamonni qiynalmasdan olib tashladi va tushundiki, u endi odam emas edi, u gulga aylangan edi. Uzoqdan Rossiyani xabarini eshitgan ularning qo'shinlari ular tomonga kelardi. Bosh chanog'ini berib, Tadeus qochib ketdi. Lucy va Max o'rtalarida iliqlik paydo bo'ldi. Ular For shahriga qurollangan harbiylar kelishdi. 33-bunkerda fitna sodir bo'lib, boshpanadagilarni kimdir zaharlab qo'ygandi. Ular 32-bunker yangi boshliq saylash uchun testini tanlashdi. Chetga turmushga berishdi va 32-bunkerga Chet va Tessini safarbar qilishdi. Ular do'stlari bilan xayrlashib ketishdi. Norman bu orada fitnani aniqlamoqchi bo'ldi va ko'p ma'lumotlarni topdi ham. Va 31-bunkerga ma'lumotlarni sirni bilish uchun borganida, u yerda bir miya robotlashgan holatda boshqarardi. Va u ichkariga kirganda uni tashqaridan berkitib qo'yishdi, sirni olib chiqmasligi uchun. Max o'z birodarlari oldiga keldi va uni o'lim kutardi. Ular uni hukm qilib turganda, uning xizmatdosh do'sti oyog'ini o'zi kesib olganini, bunga Maxning aloqasi yo'qligini aytdi. Maxga u shu yerda katta bo'lganini aytib uni kechirishdi. Lucy esa olim Vilzekning boshini ko'tarib olib, Moldaver oldiga olib borardi. Moldaver odamni gulga aylantiradigan dorini tomosha qildi va Lucyning kelganiga hayron bo'lib, unga otasi kimligi haqida aytib berdi. Otasi o'sha paytda atom bombasi ishlaydigan katta olim edi. Uni do'sti Cooper bo'lgan edi. U haqiqatni ro'y-rost aytib berdi. Ular katta urushga tayyorlanganligini ko'rganini va bu portlashlar ostida uning otasi Hen turganini aytdi va onasini ham u qiynaganini aytib, shaharga katta atom bombasini sababchilari shular deb Moldaver aytdi. Va kodni topib, bularni sirrini ochishimiz kerak. Bizga buning uchun sening otangning yordami kerak dedi. Lucy esa otasi Hendan onasiga nima bo'lganini so'radi. Onasi gulga aylanib 200 yildan beri insonlar safidan chiqib ketgan edi. Tirik murda edi. Lucyning otasi Batxen o'zini xafa bo'lgandek ko'rsatdi, lekin Lucy unga ishonmay qo'ydi. Batxendan kodni olgan Moldaver o'z ishi ustida ishlab, uni 100% yetkazganda, Qo'qqisdan qo'shini armiya ularga hujum qilib, ularning himoyasini yorib kirdi va yangi Kaliforniya uchun jang qilishdi. O'rtada Moldaver va qo'shin armiyalari o'rtasida jang ketdi. Max o'z qo'shinini ichkariga olib kirdi. Cowboy Cooper, ya'ni Gul,
Bu axir Riserlarning T-65 yangi rusumi-ku. Tekshirib ko'ramiz. Men ham bir vaqtlar T-45 ni kiyganman deb qurilmadan yorug'lik manbaini o'chirib qo'ydi va ularni arqamga o'qqa tutib, ularni shonga bexato tegdi va bir Riserni boshini o'q tegib halok bo'ldi. Ichkariga kirgan Max Lucy'ga holatini anglamoqchi bo'lib so'radi. Lucy gap turganda uning otasi Batni qutqardi. Lucy otasi u aytgan odam emasligini, yovuz kishiligini aytganda, endi kech bo'lganda, Bat Riserning libosini kiyib Maxni qulatdi va Lucy qurolini otasiga o'qtadi, lekin otolmadi. Kinolardagi Cowboy Coopers ikkilanmasdan eski do'sti Batni o'qqa tutdi. Bat Cooperni ko'rib, azbori qo'rqqanidan qochib ketdi. Cowboy Cooper Lucyga o'z yordam taklif qildi. Men bilan yur. Hali sen ko'p ishlarni bilmaysan, sirlarni bilmaysan. Lucy esa onasining qiynoqdan qutulsin deb uni otib o'ldirdi. Va beixtiyor o'zi istamagan kishining orqasidan ketdi. Max esa hushiga kelgach, Maldaverni ishlarini biroz ko'rdi va bu shaharda 200 yil davomida hech kim yashamagan bo'lsa, qanday qilib ta'jiblandi va quroldoshi kelib, uni bu jangda zafar quchganini xabarini berdi. Lucy Cowboy Cooper gul orqasidan ergashdi. Lucyning otasi Hen Yangi Vegas tomon ketdi. Birinchi qism tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kino World.uz tomosha qiling, obuna bo'ling.